Do'stlar, manzarani bitta ko'ringlar. Do'stlar, bu yoqda ID Park, Al-Xorazmiy maktabi, Arka Premium mebel magazini, bu yoqda Diplomat maktab, uyimizning hovlisida bolalar o'ynash maydonchasi hamda avtoturargohlar mavjud. Uyimiz Yashnobod tumani, Maxtumquli ko'chasi, Beshchinor jiloy kompleksida joylashgan. 16 etajli domimizning 12-qavatida 3 xonali premium klassdagi uy sotuvga qo'yilmoqda. Ko'rib turganingizdek, uyimizning oshxonasi, barcha mebel texnikalar joy-joyiga chiroyli qilib joylashtirilgan, pollar hamma joyda parket qilingan. Uyning kirish qismi ko'rishingiz mumkin, koridori ham uzun. Sanuzeli. Bu uyimizda sanuzel 2 ta. Bu yoqda общий zal, chiroyli qilib remontlar qilib qo'yilgan, ko'rib turganingizdek konditsionerlar ham bor. Bu yoqda yana bitta kattalar xonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi. Aytgan ikkinchi sanuzel mana bu yoqda joylashgan, chiroyli qilib kafelar qilib qo'yilgan. Bu yoqda keyingi xonasi, ya'ni bolalar xonasi sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Do'stlar, uyimizni kvadraturasi 8237. Narxiga keladigan bo'lsak, uy egalari tomonidan 107.500 deb baholandi. Ozroq kelishadigan joyi bor. Uyimiz yoqqan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib biz bilan bog'lanishingiz mumkin.